Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi Malibu mashinamizni olib qo'yganmiz. Bu mashinamiz 2.4 motor bo'lgani uchun bunga metan qo'yib beryapmiz. Bu mashinamizga qo'ygan zapchastlarimiz, farsunkamiz, Dakota, italyanskiy farsunka bilan, X original reduktorlar bilan chiroyli qilib Eurosi. Miyasi har doimgidek injektor 48 ga to'g'ri Yevropa gazniki. Suv tegmasligi uchun, kuyib qolmasligi uchun akkuratli qilib yana salonni ichiga joylab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga 100 talik balon joylab berganmiz. Akkuratli qilib joylab berganmiz. Chanalar bilan turg'izib 26-yilda chiqqan balon. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bu videoni Malibu'si bor o'rtog'ingizga jo'natib qo'yishingiz mumkin. Malibu'ga metan qo'ysa bo'ladimi degan akalarimizga mana Malibu 2.4 motor 4 varianti metan qo'yib beryapmiz.